Ko'pincha mijozlarimiz bitta savolni berishadi. Juda ham ko'p savol berishadi. Masalan, tarakanga chaqirishsa, uchastkalarda ko'pincha katta tarakalar bilasiz, zaxi tarakalari bo'ladi. Katta bo'lishadi ular. Bir chirtsangiz ham o'lib qoladigan tarakalar bo'ladi. Shu savolni berishadi. Qayerdan keladi? Bizning uyimiz toza tutamiz, har kun tozalaymiz, xlor bilan yuvamiz deyshadi. Lekin qayerdandir paydo bo'lib qolyapti, qarang ko'payib ketdi deyshadi. Sizlarga bitta yechimini beraman. Mana bunaqa kanalizatsiyalardan va mana bunaqa kanalizatsiyalardan, mana bunaqa suvli bor joylarda tarakalar bo'ladi. Mana bunaqa kanalizatsiyalarning ichida, ya'ni bularning uyi mana shuni ichida bo'ladi. Agarda dezinfeksiya qildirayotganingizda maslahatim, mashitlarni ko'chaga olib chiqib, yaxshilab septirib olganinglar yaxshi. Mana buni qopqog'ini olib, ichini ochsanglar, o'zi ko'rinadi tarakalar. Ko'p bo'lsa gurillab chiqib ketgan bo'ladi. O'zi dezinfeksiya dorisini sepgandan keyin ham o'zi tarakalar gurillab chiqib kelishni boshlaydi. Qopqog'i teshik bo'lsa, uy ichiga ham katta xolasini uyidek kirib ketadi tarakalar. Hech kimdan ruxsat so'ramang. Kimgadir xizmatimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, endi maslahatim o'zingizlar dorilamanglar. Kimgadir xizmatimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda sizlarga raqamlar qoldiraman. Har doim ishni o'zingizlar qilmanglar. Mutaxassisni chaqirganinglar yaxshi. Operatorimiz bilan bog'lansanglar, sizlarga batafsil ma'lumot berib o'tib ketadi. Sizlar bilan Master Dez jamoasi.